Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va bizlarni kuzatib boruvchi azizlar. MMD Art Design studiyasidan Muzaffar sizlarga navbatdagi 2 qavatli loyiha ishimizni namoyish qilamiz. Bugungi loyiha ishimiz binoyimiz o'zi 2 qavatdan iborat va yerto'la qismi to'liq yerto'la. Ya'ni o'sha qurilish osti maydoni to'liq yerto'la qilingan. Hududimiz maydoni 6 sotixga mo'ljallangan. Binoyimizni o'lchami 12 ga 14, uzunasiga 14, yon tarafi 12 metr. O'rtada binoni ko'cha tarafdan chegarasi, o'rta qismda bitta kaletka eshigimiz bor, o'ng tarafda mashinalar kirish uchun darvozamiz bor. Kaletkadan kirib borganda ikkita tarafda shunaqangi landshaft qism bo'ladi. Bu tarafda mashina kiradigan darvozadan kirganda mana mashinamiz ham joylashib turibdi. Bostirma, navesdan o'tganda yozgi oshxona. Mana devorga chirmashi bosuvchi o'simliklardan vertikal ozleniya tashkil qilib qo'yilgan. Mana o'tiradigan joy. Bu yoqda mana barbekyu zonasi. Bu mana birinchisi oshxona, zimniy kuxnya. Bunisi mehmonxonaga ikkinchi kirish. Hali plan videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq chizmalari bilan tanishtirib o'tamiz. O'shanda bu tushunarli bo'ladi. Zinadan chiqqanda bu mehmonxonaga kirish bor. Ichkaridan bitta eshik va tashqaridan bitta eshik. Misol uchun oshna og'aynilar mehmonga kelganda bu yoqdan chiqib o'zliga o'zi qo'l bola osh qilib bir ulfatchilik qilamiz desa, shunda xalal bermaydi. Shu zonani o'zida nima ulfatchiligi bo'lsa qilinaveradi. Xo'p, binoyimizning tashqi ko'rinishi shunaqa. Dizayni zamonaviy uslubda, fasadlari travertindan pardozlangan, travertin bilan. Pilastrlari bo'lsa oddiy o'zimizning emulsiya bilan ishlangan va ozgina dekorativ attachmentlar ishlatilgan mana bu joylariga. To'q kulrang, rom rangiga mo'ljallangan deraza romlari. Tomimiz profnastildan ishlangan. Balkon qismiga ega. Balkon qismida shunaqa chiroyli qilib o'rindiqlari qo'yib, atrofi tom ish qilib o'tirsa bo'ladi-da. Chiroyli manzara bo'ladi. Yoritilishi asosan shu ikki yonidan va old tarafdan, orqa tarafdan deraza qo'yilmagan. Mo'ljalda orqa tarafga kelajakda xo'jalik binolari joylashtiriladi. Xo'jalik binolari shu bostirma, hojatxona, hammom va shu kabi binolar. Bu tarafdan ham alohida yo'lak qismimiz bor. Bu tarafdan ham bemalol o'tsa bo'ladi. Binoni hamma tomonidan bemalol aylanib ko'rsa bo'ladi. Binoyimizni bu joyda yoritish uchun deraza berilgan tom qismga, lekin mansardali emas. Bino mansardali emas. Tomi zamonaviy ko'rinishda tomi sindirib ishlangan shunaqa. Umumiy ko'rinishi shunaqa binoyimizni. Endi bo'lsa planlari bilan tanishib o'tamiz. Planlari bilan tanishadigan bo'lsak, xo'p, bu bizlar yerto'lamiz, podval qismimiz. Podvalga endi biz ishlaganda ko'proq mijozlar xohishidan kelib chiqib ishlaymiz. Hozircha ichkaridan zina xohlamagan mijozimiz, shuning uchun faqat tashqaridan berilgan zinadan kiriladi. Mana bu joyga keyin bo'lamiz deb mo'ljal qildik. Primerni vitichkalari qoldirib ketganmiz. Shu joyda texnik xona bo'ladi. Men o'zim tavsiya qiluvdim. Ichkaridan ham berib qanaqadir trenajyorniy zal shunga o'xshagan damashniy kinoteatr shunaqa bir zonalarga bo'lib ishlatishni taklif qilganman. Kelajakda balki shunaqa bo'lishi ham mumkin. Yerto'lamizni umumiy 144,6 kvadrat maydonga ega ichki qismini o'zi.
Xo'p, bu birinchi qavatimiz. Demakki, birinchi qavatimizni plani bilan tanishamiz. O'zi qiziqrog'i ham shu birinchi, ikkinchi qavatlar yerto'lani ta'biga qarab перегородкаlar bilan bo'lish mumkin. Chunki bizda temir beton karkasnoy stilda qilingan yerto'lamiz. Xo'p, demak, birinchi kirib borganimizda bu yoqda mana hol qismi, hol, o'tirish zona, hol, mana bu zinagacha bo'lgan masofalar hammasi kirib ketgan. 43.9 metr kvadrat tashkil etyapti bunda holimiz. Bu yerda biza prihoshka ham berishimiz mumkin. Ya'ni o'zbekchada dahliz bo'ladi. Mana bu devor sal beriroqqa cho'zib turib, bu yoqqa ham bitta shkaf ham berib, bu yoqqa bitta mana bunaqa akfali перегородка eshikdan qo'yib yuborsak, tambur vazifasida ham bo'ladi. Qish kunlarida energiya samaradorligi oshiradi. Endi bu albatta mijozi xohishdan kelib chiqib bo'lgan narsa. Hozircha shunaqa holatda loyihalangan. Hech bo'lmaganda baribir mana oyoq yechib kiradigan qismlari kafel bo'lishi kerak. Ya'ni keramik plitka bo'lib, qolgan qismiga tarkib qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, kirganimizda o'sha chap tarafda hol qismi, bu yoqda endi dam olib o'tiradigan mягкий zonamiz. O'ng tarafda bo'lsa oshxonamiz. Oshxonamiz o'lchamlari 4.60 ga 4. Bu yoqda mana ovqat pishirish qismi, gaz plita, rakovina, xolodilnik. Bu yoqda bo'lsa 8 kishilik o'tirish stuli. O'tirish uchun mo'ljallangan. Bu yoqda mana tashqariga chiqib ketsa bo'ladi. Mana bu joyda boyagi yozgi oshxonamiz joylashgan. Barbekyu zonalarimiz. Bu yoqda bo'lsa mana tashqaridan ham mehmonxonamizga xod bor. Mehmonxonamiz demak, unda oshxonadan keyingi xonamiz 680 ga 460 o'lchamlari 31.3 metr kvadratda tashkil etyapti. Normal darajada katta. Undan keyin ikkinchi qavatga ko'tarilish zinasi, undan keyin mana yotoqxonamiz bor, 4.60 ga 4 razmerdagi 18.4 metr kvadrat maydonga ega. Va mana eshik ochilishiga e'tibor beringlar. Ochilganda ichkariga ochilyapti. Mana bu yerda shkaf joylashgan. Iloji boricha spalniy ko'rinmaydiganroq, misol ochilib qolganda ham spalniy ko'rinmaydiganroq vaziyat qilishga harakat qilingan. Bu yoqda umumiy sanuzel berilgan. 240 ga 320. Ichida kir mashinalar ham joylashgan. Rakovina umuman shunaqa planirovka qilingan. Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari ham bor bu yoqda. Endi ikkinchi qavatimizga o'tamiz. Mana zina orqali ikkinchi qavatga chiqiladi. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqib keldik. Chiqqanimizda bu yoqda mana bolalar xonasi. Ikkita bolalar xonasi, bitta kattalar yotoqxonasi va bitta katta umumiy xonadan iborat ikkinchi qavatimiz. Mana zina katagi albatta balandligi hisobga olingan holda stupenkalari hisoblab chiqilgan bu yoqda. Chiqib kelganda bolalar xonasini ko'rdik. Ikkita spalniy va bitta dars qilish joyi mo'ljallangan. Yana buni qo'shimchalar qilish mumkin. Umumiy sanuzelimiz 5.4 metr kvadrat, o'lchamlari 240-225. Hammasi bu yerda kvadraturalari katta. O'zi kvadratlar qurilish me'yor qoidalarida minimumlari berilgan bo'ladi. Undan keyin yaxshilangan va yuqori darajadagi sifat uchun, o'sha qulaylik uchun berilgan kvadratlar. Bu yuqori darajadagi qulaylikka to'g'ri keladi hammasi. Undan keyin mana kattalar yotoqxonasi 4.60 ga 4 metr, 18.4 metr kvadrat tashkil etadi. Buni alohida o'zini sanuzeli bor. Mebel jihoz joylashuvi quyidagicha mana unitaz, dushovoy podon va rakovina. Xo'p, endi balkoni bor. Balkon atrofdan ko'rinadi. Boya 3D ko'rinishda ham ko'rdinglar balkonni. Shunaqa gullar, gultuvaylar, keyin qanaqadir bir mягкий o'rindiqlar qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Bu yoqda ikkinchi bolalar xonasi. Bu ham shunaqa 18.4 metr kvadrat tashkil etadi. Mebel jihozlar joylashuvi mana ko'rsatib o'tilgan. Demak, xohlasa endi oilasini tarkibidan kelib chiqib xonalar tanlanadi. Kimdir kabinet qilishi mumkin.
o'zini oilasini tarkibidan kelib chiqqan holda xonalari funksional tanlashi mumkin. Endi umumiy xonamiz o'sha zalni tepasida turibdi, xuddi o'sha kvadratda. Misol uchun mehmonlar kelganda tepada ham mehmonlarni kutib olish mumkin. Umuman kvadratlarimiz hammasi o'ziga yarasha bemalol darajada turibdi. Endi texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tanishtirib o'tamiz. Shu bilan bugungi binoimizni tushuntirish ishlarini tugatgan bo'lamiz. Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar, demak, hudud maydoni 6 sotix, qurilish osti maydoni 169 metr kvadrat, umumiy maydoni, ya'ni xonalari ichidagi kvadratlari yig'indisi degan umumiy maydon 417,9 metr kvadrat. Qurilish hajmi endi podval qismiga ham ega. Podval bilan hisoblaganda 3 qavat hisob, agar mansarda ham qo'shsa 4 ga o'tib ketadi. Hozir 3 qavat hisob. Demakki, hajmi 1865,8 metr kubni tashkil etyapti. Bu 2 qavatli binolarda o'zi aslida shunaqaki, bizga bergan xom ashyo sarfi bilan qurish to'g'ri bo'lmaydi. Alohida rabochiy chertyoj qildirib, to'liq uzellar bilan qatida qanaqa armatura, podushkasini endi qanaqa to'liq chizma bilan qilish albatta maqsadga muvofiq, chunki kichkina pul ketmaydi. Ertaga xatolik bo'lsa, keyin afsuslanadi, ko'pga tushib ketib qolishi mumkin. Bu faqatgina umumiy qisqacha ma'lumot sifatida xom ashyo sarfini aytib o'tamiz. Poydevor asosi uchun o'nli armaturadan setka qilib to'qiganda 750 metr ketadi. Umuman beton poydevor hajmi 82,4 metr kubni tashkil etadi. Poydevordagi sement miqdori tosh qo'shilgan holatda deyilyapti. Bunda o'shani karkaslar, serdeshniklardan tashqari qismga misol uchun ustilar tosh qalab qo'shadi. O'shanda kubaturani yarmi ketadi deb hisoblayman men o'zim. O'shanda 11,2 tonna, ya'ni 11200 kilogramm sement miqdori kerak bo'ladi. Devordagi g'ishtimiz 39800 ta, 40 mingta desa ham bo'ladi. Profnastilimiz 242,5 metr kvadratda tashkil etyapti. Demakki, azizlar, mana bizlar loyiha ishlarimizni ko'rib o'tdinglar. Agar sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda biza. Fikr mulohazalar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Sizlarning fikringiz biz uchun muhim. Agar shunaqa kimgadir xizmatlar kerak bo'lsa, to'liq chizmalari bilan, dizaynlari bilan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.